Endi blinchik tayyorlash uchun sutim yo'q degan bahonalaringiz o'tmaydi. Oddiygina suvdan iftorlik uchun shunaqa mazali blinchiklarni birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga 2 dona tuxum solib, 1 stakan qaynoq suvni ustidan oz-ozdan qilib quyamiz. Qaynagan suv bo'lgani uchun tuxum pishib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun oz-ozdan quyib, vinchikda yaxshilab aralashtirib turamiz. 1 choy qoshiqda tuz, 1 choy qoshiqda shakar, 1 choy qoshiqda soda solib, massani yana yaxshilab aralashtiramiz. Un solamiz, gamochkalari ketguncha yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan yarim cho'mich yog' quyib, yana massani biroz aralashtirib, so'ng pishirishga tayyorlaymiz. Massa taxminan shunaqa suyuqlikda bo'lishi kerak. Gazga tovani qo'yib, yaxshilab qizdirib, blinchiklarimizni birin-ketin pishirishni boshlaymiz. Mana qarabsizki, yumshoqqina blinchiklarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Ramazon oyi uchun bundan-da mazali ishonchli retseptlarni joylab boraman.